Obzor qilib beraman. Bugun kechki ovqatimizni tovuq, chechevitsa. Chechevitsani olasiz. Mana bunaqa limonni olib, chechevitsaga solasiz. Inshaalloh mana shu qilib solasiz. Hojilar uchun bu. Keyin tovuqni ham shunaqa qilib solasiz. Inshaalloh. Ishtahani ochadigan. Meva, sabzavotlar, qattiq, yana salatlar. Bizani hojilarimizni kechki menyusi bu. Yetmasa mana shvedskiy stolda qilib qo'yishgan. Centrum Holidays bizani rasmiy tur firmamiz. Kechki borib endi men olyapman. Narsalar qolmagan uchun hojilarimiz hammasi ovqat yeb, ibodat qilib haramga ketishgan. Inshaalloh kelsangiz qo'limizdan kelgancha xizmatingizni qilamiz. Kechki menyu, bundan tashqari so'klar ham bor. Unaqa tirbandlik emas. Eng muhimi liftimiz 7 ta. 7 ta lift degani bu degani tirbandlik kam degani. Inshaalloh kelsanglar qo'limizdan kelgancha xizmat qiladamiz. Alloh rozi bo'lsin.